Bu qadimki leksiyani belki doktor Mehmet Emin Efendi buludu. Hemelanki Uygur Akademisi'ninki uğurlaştırgan bu tordaki leksiya faaliyetimize hemen hoş geldinler. Aval doktor Mehmet Efendi'mi kısaca tanıştırıp ötsem. Mehmet Emin Efendi 1983 yıldan 1985 yılgacha Lanjuda 2 yıl tibbiy tayyorlik bitirgandan keyin 1985 yıldan 1991 yılgacha Guangzhou Zhongshan Tibbiy Universitetida 6 yil g'arbiy tibobat o'qigan. 1999 yili Amerikaniki New York shahri Kolumbiya universiteti qaramog'idagi tibbiy maktabga bilimga oshirish kelgan bo'lib, 2004 yili shu universitetda doktorantchiligini bitirgandan keyin hozirgacha maktabning qaramog'idagi tibbiy tadqiqot markazida nafas yo'llari kasallik bilimida tibbiy tadqiqot bilan shug'ullanmoqda. Doktor Mehmet Efendi asosliqi hamda sun'iy nafaslantirish, oshqozon kislotasi va nafas yo'l to'silib qolib, oksigen yetishmaslik qatorliq omillar keltirib chiqargan o'pka zaxmisi va uning miya va yurak qon tomir kasalliklarini paydo qilish ko'rsatilgan ta'sirli jihat tadqiqot etib bormoqda. Hamda Xitoydan tarqalgan koronavirusdan iborat bu vabo xalqimizga hammamiz bilgandek va butun dunyoga olib kelyotdi. Shundan beri ham doktor Mehmet Efendi bu vabo to'g'risida izchil izdinish olib berib, bu vaqtda xalqimizni yangi uchurlar bilan ta'minlab kelmoqda. Unda bo'lsa, bugungi bu leksiya savol javob shaklida bo'ladi. Har qanday savolinglar bo'lsa, bu agar qarasanglar chat deb gap qilishgan bir yer bor, pastda. Shuni besib shu yerda o'zinglarniki so'zni qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Avval Mehmet Efendi, avval shu virus to'g'risida, shu vabo to'g'risida ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Buldu, rahmet. Bugün bu Muşu Uygur Akademiyası'nınki bugünkü bu fırsatını bana berganligiga köp rahmet aytaman. Endi köpünçümüzün xabari olgandagidek, men yaqindan Muşu beri Bulapbek vabo tarqagandan keyin vabo to'g'risida xalqimiz tushungidek til bilan izchil leksiyalarni so'zlab keldim. Endi bu vabo hammamizning normal hayotiga alayda tahdid qilib kelganligi uchun hammamiz meningcha ozdir ko'pdir xabardor bo'lib kelyapmiz deb qarayman. Bu vaboninki tarqalish o'rni Wuhan bu hammamizga ayon vaqtiga kelgan vaqtida dastlabda 12 oyning 5 degan bo'lsa, hozir ba'zi dokladlarda 11 oyatda 9 oyga ketyapti. Mayli qachon paydo bo'lgan bo'lsin, 1 oydan keyin bu xalqaroga tarqab, hozir mana 4 oyninki yerimizden aştı. Bütün dünyadaki yuqumlanğıcılar, yani Xitayning sirtidagi yuqumlanğıcılarning soni 2 milliondan işip hazır. Nurgun adamlarninki hayotiga tahdid bo'lyapti. Ko'pincha davlatlarda bu vabo tufaylidan insonlarni uyda o'tirishga, ishga bormaslikqa da'vat qilyapti. Bularmi bak shu yakki tijorat bilan shug'ullanadigan qarindoshlar o'ziniki tijoratini to'xtab qilishi va yoki xaridorlarning ozlab ketishi tufaylidan ular iqtisodiy jihatda va boshqa jihatlarda ig'ir qiyinchiliklarga uchrab kelmoqda. Bizningki muhojiratdagi uyg'urlarmi bu vaboniki ig'ir ziyniga uchirdi. Hamda bu yerda yolg'iz kasallik emas, hamda buning ziyni yolg'iz ijtimoiy jihatdami, iqtisodiy jihatdami nurg'un avarchiliklarni ip kelyapti. Shu sababdan xalqimiz bu vabodan qanday qutulish, ya'ni qanday bu vabodan ustidan qanday g'olib kelish yoki bo'lmasa shu kelgusi shu vabo davomlashgan suricha qanday bir chiqish yo'li tepish to'g'risida ko'p qarindoshlar izlanyapti deb qarayman. Bugungi bu leksiyaning maqsadi asosli hamda bir qarindoshlarga bir oz to'la ideya jihatdan bir nim berish hamda ro'y jihatdan destek, ideya jihatdan bir ko'ngilda son berish. Albatta bu virus hamda tarqig'ili qisqa vaqt, ya'ni bir necha oy bo'lganligi uchun insonlarga nisbatan nurg'un bilinmagan masalalar va nurg'un sirliq orq ko'rinishlar va hamda nurg'un
mush kasbning ishidagi mayli doktorlar bo'lsin, tadqiqotchilar bo'lsin, bu virus to'g'risida, bu virusning kelgusi ziyni to'g'risida izchil izlanib, ba'zi yangi uchurlarga, yangi bilimlarga erishgan bo'lsa-mu, yana nurg'unlagan bilmagan masalalar bor. Bugungi bu leksiyaning maqsadi faqat lakinsa şu özümüzdeki bilgen daireni asas qilib turib, bilmaganlarni o'rtaq muzokara qilish, o'rtaq o'rganishdan iborat. Ko'pdan-ko'p rahmat bergan tushuntirishingiz uchun. Biz e'lonni chiqargandan keyin leksiya to'g'riliq bir qancha savollarni qoldirib qo'ygan qarindoshlarimiz bor. Shularning savollarini birdan o'qib o'tsam, hozir men naq maydonda qatnashayotganlarmi bor degandek, hozir kirganlarga qaytadan deb qo'ysam, pastda bu chat degan bir xatni ko'rsizlar. Shuni besib, savolinglarni shu yerda yozsanglar bo'ldi. Men shu yerdan savolinglarni tanlab o'qib beraman. Rahmat. Unda bo'lsa, birinchi savol mana debdi. Virusning tarqalishiniki va yoki ostilishining havo klimati va yoki temperatura bilan munosabati bormi? Bu xil qarashlarning ilmiy asosi nima deb so'ragan bir qarindoshimiz. Endi bu Xitoydan tarqalgan bu vabani keltirib chiqargan virusni, endi shu virusni turlarga ayirish bo'yicha koronavirusi ailesi kirdi endi. Bu koronavirusi 60-yillarda bayqalgan virus bo'lib, bu virusninki shakliga asosan yana bu podshoning beshiga kiydigan tojiga o'xshash shaklda bo'lganligi uchun ayni vaqtida bu virusga koronavirusi deb nom bergankan, ana shuningdan e'tiboran bu virus hamda bayqalgan, yangidan bayqalgan viruslar nurg'un bo'lib, hozir kishilar necha yuz koronavirusi bayqalgan shu 60-yillardan boshlab. Uning ichida 7 xiliniki shu hozirgi tarqalgan virus bilan qo'shib 7 xiliniki insonlarda kasal paydo qildiganligi ma'lum. Bo'libmi bak oldingi 2003-yildagi shu SARS virusi bilan 2013-yil O'rta Sharq tarqalgan MERS virusi ninki bilan shu hozir tarqayotgan shu koronavirus orasida o'xshashlik bor, ko'p o'xshashlik bor. Shu sababni ular endi masalan 2003-yil tarqadig'ini 5-oylarga kelgan vaqtida yana havoning isishi bilan to'xtab qolgan. MERSmi uzun davomlashmaydi ekan, to'xtab qolgan. Bularni bak shu hozir fasllik tarqayotgan shu zukamni keltirib chiqarganlarimi koronavirusi bo'lganligi uchun shularga taqlid qilib insonlar shulardan chiqargan yakunga asosan bu Wuhandan tarqalgan bu vabomi balkim havoning isishi bilan yo'qolib ketishi mumkin deb qarayotganlar bor. Lekin undaq bo'lmaydi deb qarag'anlarningki asosligi shu ekvator atrofiga aralashgan, joylashgan, ya'ni yoz bilan qishninki hech qanday farq bo'lmaydigan, masalan Singapur, Malayziya degandagidek shu ekvatorning atrofiga joylashgan nurg'un davlatlardagi bu virusning tarqalish ahvoliga qarab bu virus burunqi shu fasllik tarqaydigan viruslar bilan tubdan farqli, shunga havoning isisi bilan yo'qolib ketmaydi deb qaraydiganlar bor. Shunga endi buningki ilmiy asosiga kelsak, endi bu virus biri yuqorida men deb o'tgandagidek reallik bizga uni ko'rsatmaydi. Bular bak janubiy nimada, yer sharining janubida bu virus tarqalgan vaqtida dal yoz vaqti bo'lganligi uchun ularga o'xshash tarqalgan. Endi biz masalanga biz o janubdagilar qishga kirgan vaqtida biz yozga kirishimiz mumkin. Biz yozga kirgan vaqtida ular qishga kirishi mumkin. Shunga ba'zilarning andishisi shu yer sharining shimoliy va janubiy qutbida o'xshamagan fasllarda tarqishi mumkin deb qaraydiganlar va uningdan keyin yana bir yaqinda e'lon qilgan bir tadqiqot natijasiga qaragan vaqtida Tayvanlik tadqiqotchilar deyman. Bu virusni shu 60 Selsiya gradusda 1 soat tashlab qo'ygandan keyin bir qisminiki, hammasining emas, bir qisminiki yanala o'zini ko'paytirish iqtidorini saqlab qolganligini ko'rsatyapti.
Şuna bu virüs havanınki ısışı bilen belkim tarqaş cihette azırak astılışı mümkün, lekin tamamen yo'qolib ketishi natayin. Hozirgi olimlarning qarashi mushunda hozir. Ko'p rahmat. Unda bo'lsa, hozir qaraydigan bo'lsak, sonliq ma'lumotlarda bu virus zo'r darajada eshib bormoqda. Masalan, Amerikaniki tunyagiki soni qarasak 700 mingdan eshib ketdi deyman yuqumlanganlarning soni. Turkiyadagi sonliq ma'lumotlar qarasak, mana cho'ng darajada o'zgarish bor kundan kunga. Unda bu virusningki tez tarqalishning sabablari nima asosli? Shuni bir qarindoshimiz so'rabdi. Endi bu virusninki shu tez tarqalishida asosli qiladigan bir necha qimmat borchu bu yerda shu yuqumli tarqalishchan yuqumli kasalliklarni hisoblashda birisi shu virusninki ko'pish uchun ketgan incubation time deydi, ko'pish ketgan vaqt yoki bo'lmasa bemor yuqumlanib shu kisel tunç kisel alameti çıkışqa ketken vaqt. İkincisi anandan keyin şu virusninki bir adamdan qancha odamga yuqish, ya'ni buni basic reproductive number deydi yoki R nol qimmati. Ya üçüncüsü anandan keyin şu virusninki ko'pishga ketgan kun soni. Mesela bu virüsninki hazırki şu incubation time, yani köpüş için ketken vakit, yani adam bedeniga kirib, kisel payda qilg'uchi vaqt 2 kundan 14 kun deb qaralgan bo'lsa-mu, lekin eng uzun bo'lganda 28 kun bo'ladiganligi bu mezgillarda bemorninki hech qanday kisel alamati bo'lmaganligi, anından başqa yani 25% yuqumlanğuchilarninki hech qanday kisel alamatining bo'lmaydiganligi, lekin bularninki mushu kasalni tarqitishda alayda rol o'ynaydiganligini ta'kidlayapti. Ya'ni mundaq chiqqan vaqtida agar biz bir virus bilan yuqumlanib qisqa vaqt ichida agar kasal alamati bayqalsa, biz o'zimizni daldiga olamiz, ya'ni bo'lmasa o'zimizni karantin qilamiz yoki kasal doktorga berib kasal ko'ramiz. Bundaq odamlarninki normal faoliyati cheklanganligi uchun uninki boshqalarga kasal tarqitish fursati oz bo'ladi. Lekin ma kasalga nisbatan biri yo'shirin mezgili uzun, ikincisi anandan keyin bu yuqumlanuvchilarniki shu hech qanday kasal alamati bo'lmaydigan shu mezgillardami boshqalarga tarqitish fursati bo'lganligi uchun anandan keyin bu yuqumlanuvchilarniki harakati kontrol bo'lmagan, ya'ni mundaq chiqqan vaqtida ular o'zini normal sog'lom deb hisoblaganligi uchun texmi ko'p insonlarga yuqumlantirish fursati bor degan gap. Ikkinchisi, buniki RO qimmati hozir qadar buniki 2 dan 4 oraliqida bo'ladiganligini, eng yuqori degan vaqtida ba'zilar 6 deb hisoblab chiqqan, ya'ni buniki nimasniki RO qimmatiniki burun tarqagan SARS ya MERS'dan yuqori ekanligi. Bunda aytgan vaqtida bu nima degan gap desa, masalan biz uni o'tir hisob bilan RO qimmatini 3 degan vaqtida bir adam 3 odamga tarqita oladi degan gap. Unda o'g'a vaqtida misolanga mushu bir necha kun ichida bir odam 3 odamga tarqatsa, 3 odam 9 odamga, 9 odam 27 ning mushu 2 ning 3-darajasi bo'yicha mana degan gap. Buniki tez tarqalishniki yana bir sababi. Anadan keyin 3-sababi degan vaqtida bu virus başqa koronaviruslardan alayda farqlandigini, bu virusninki ustidagi shu tajshimon shakldagi shu qisminiki oqsilda shu insonlarninki ACE2 degan shu qabul qiluvchi, ya'ni receptor ACE2 receptorga shu ashuni bilan berikishchanligi boshqa koronavirusidan, ya'ni 10 nasidan yuqori kuchli, ya'ni binding affinity deydi, o narsa kuchli. Bunda chiqqan vaqtida mush odam badaniga kirgandan keyin bu shu nishonlashgan hujayraniki shu nimasiga receptor, ya'ni qabul qiluvchisi bilan nihoyat kuchli birikib
şu virüsning ichiga şu hücreninki ichiga kirib u yerda tez ko'payalaydi degan gap. Endi bizningki immunit kuchimiz buningdan müdafaa ko'rgan vaqtida asosliqi şu hücrening ichiga kirmagan qonning ichidagi erkin viruslarni o'ldira oladi. Lekin bu virusning hücrega kirish kuchi tez bo'lganligi, yana joyil bo'lganligi uchun uni badanimizdagi tug'ma immunit kuchi vaqtida tozalayanmasligi mumkin. Shunday bo'lgan vaqtida bu virusningki badan ichida ko'payib, andan keyin nafas yo'li orqali yoki bo'lmasa cho'ng tarat orqali muhitga, tashqi muhitga tarqitish nisbati nihoyatda yuqori degan gap. Shu sabablar tufaylidan yana nurg'un tadqiqot mezgildagi dastlabki qarashdagi nurg'un yana o'xshamagan sabablar bor. Shu sabablar tufaylidan bu virusningki tarqalishi burunqi SARS yoki MERS deganlardan nihoyatda ko'pasi tez bo'lgan. Albatta bu yerda hamda dastlabki mezgildagi mushu virusga bo'lgan tushunchaninki yetarli bo'lmasligi yoki Xitoy hukumatining dunyo sayyohat tashkilotininki ba'zi uçurlarını vaqtida dunyoga oshkorlamasligi sababidan Xitoy sirtidagi nurg'un davlatlarda bu ma'muriy jihatdan bu virusga dastlabda yetarli qaramagan, ya'ni dastlabda yetarli tadbir ilinmagan bo'lg'achqa bu qisqa vaqt ichida butun dunyoga tarab ketgan. Endi hozir hamda bizim statistikada aniqlanayotgan sonlarning ko'pinchisi burun şu birinci ay, ikinci ay hatta üçüncü ayda toplashib qolgan sonlar bo'lishi mumkin. Chunki şu virusni tekshirish jihatdagi texnikalik masalalar jihatda nurg'un davlatlar şu virusni vaqtida tekshirib o'zininki zeminida qanchalik odamniki yuqumlanganligini vaqtida bilinmagan. Endi tunugunki şu tabiat jurnalida e'lon qilgan bir maqolaga qaragan vaqtida Kaliforniyadagi bir noyda 2 million nüfus var noyda şu 3400 odamni xohlagan odamdan antibodini tekshirgan vaqtida her 68 odamda bir odam yuqumlangan. U yerda aslida yuqumlanguvchi şu an'anaviy usul bilan rasmiy yuqumlandı qarg'anlar 1000 ekandiq, lekin ma antibodini tekshirish bilan 55 mingdan ortiq odam şu virus bilan yuqumlangan chiqibdi. Demak, endi şu amaliy son hozirgi şu Amerikada bayqalgan yani 7-800 ming degandan kam deganda 50 gasa yuqori degan yakuni chiqiribdi. Albatta bu yakun texi biraz baldır bo'lishi mumkin. U faqatla bir noydan 3000 necha odamdan tekshirilgan sonliq ma'lumot. Shundaqdimi Amerikada masalan hozir en kam deganda 10 million odamdan ishib ketgan bo'lishi mumkin. Bu yolg'iz Amerikaga emas, hamda dunyoning nurg'un davlatlariga o'xshash mavjud ahvol, ya'ni tekshirish va statistik qilishdagi qiyinchiliklar tufaylidan nurg'un davlatlar faqatla Dünya Sayyohat Tashkilotiga bir vazifa shaklida, lekin sonliq ma'lumotlarni, har kunlik sonliq ma'lumotlarni e'lon qilyapti hamda bizmi uni foydalanish sifatida qo'llanayapmiz. Lekin amaliy son hozirgi sondan kam deganda 10 narsa yuqori bo'lish u tamoman mumkin hamda. Shunga hozir tekshirayotganlar butunlay allburun yuqumlanib toplashib qolgan son. Agar bu son nimani tekshirgan sonni her günü mesela 5-10 nesilden aşırsak bu nime texmi köp çıkışı mümkün. Eğer şu Fransa'nınki nimesi qaraydigan bolsak 2-3 günde bir qitim şu 10 ming 20 ming adam köpüyüp çıkıdı. Normalde 2-3 ming bırakla. Çünkü tekshirishninki sonini ko'paytgansi bu son köp çıkışı aniq. Mesela Türkiye'de hozir taxminan tekshirgan odamning 12% pozitiv chiqyapti. Eğer muşuz tekshirganlarni bütün Türkiye nüfusu 80 necha million nüfusga aylanib qilsak, o'xshash deb qarasak 12% adam Türkiye'de yuqumlandı degan gap chiqyapti bu yerda. Amaliyotda yuqumlanuvchilarning soni unda ko'p bo'lmasimi, lekin tekshirgan odamning sonining cheklik bo'lishi tufaylidan nurg'un
yuqumlanğıcha vaqtida bayqalmagan degan yakun chiqarishga bo'ldi. Rahmat. Hozir naq maydonda qatnashayotgan qarindoshlarimizni savol tashlabdi o'tirib. Deydi, virus bilan yuqumlangan kishi saqaygandan keyin virusga qarshi immunitet shakllanadi. Agar undaq bo'lsa, agar immunitet shakllanmasa, inson takrar yuqumlanishi mumkinmi? Endi hozirgi mavjud bilimlarga qaragan vaqtida yolg'iz bu virus emas, har qanday virus hamda mutlaq ko'p qism ahvol ostida immunitet cho'qim shakllanadi. İmmünit çokum şekilinde, lekin mesele bu yerda muşu immunit bilan muşu virüsninki kuchsinishida. Agar bizning shakllangan immunitimiz bu virusdan yengib g'olib kela olsa, bizni cho'qim qo'g'dab qola oladi. Agar bu virus bizning shakllantirgan immunitimizning kuchli bo'lsa, u vaqtida bizni kasal qiladi degan gap. Shunga bu virusga nisbatan bizningki badanimizda bir qitim yuqumlanadigandan keyin shakllangan virus cho'qim bizni qo'g'day olishi kerak. Agarda badanda shakllangan virus bizni qo'g'day olmaydi deb qarasak, albatta bu ehtimollik mavjud emas, mavjud endi. Bu xil ehtimollik mavjud. Masalan, AIDS kasalligida shakllangan nima immunit kasalni qo'g'dashga yetmaydi degan gapcha bu yerda. Agarda masalan biz ashuni mushu bizning taxminimizni to'g'ri deb qarasak, endi mushu virus yuqumlanib antibody shakllangan yoki immunit shakllangandan keyin bu shakllangan immunit bizni qo'g'day olmaydi, yana qayta yuqumlanamiz deb qarasak, u vaqtida vaksina tadqiq qilishning hech qanday ahamiyati qolmaydi. Endi vaksinaning maqsadi nima degan vaqtidami, shu bizda sun'iy holda immunit mushu virusga yuqumlandirmay, kasal qilmay turib, immunit kuchi paydo qilish demakdir. Endi virus bilan yuqumlanib kasal bo'lib, immunit shakllantirishmi shu o'zimizni qo'g'dashning bir xil usuli. Shunga bo'g'ini bizning badanimizda shakllangan immunit kuchi bizni qo'g'day olishi mumkin. Hozir qadar endi masalanga mushu yuqumlanuvchilarningki badanidan tekshirib chiqqan antibody, ya'ni mushu bizningki adaptive immunity deydi, mushu kasal yuqumlangandan keyin paydo bo'lgan immunityninki asosli bir qismi bo'lgan mushu IgG'ninki kasal alomati paydo bo'lib taxminan 16 kun ichida eng yuqori pallaga yetadiganligi, andan keyin 28 kungacha bu antibodylar badanimizdagi virusni tozalab yo'qotadiganligi, andan keyin bu antibodyning badanimizda xili uzun mezgil saqlanib qoldiganligini da'vatida. Masalan, endi mushu sonliq ma'lumotni biz tunji qatamliq mushu virus bilan yuqumlanuvchidan elindi deb qarasak, Amerikada bu yuqumlanuvchi birinchi ayning 22 kunisi bayqalgan. Uningdan hozir qadar masalan 3 oy bo'ldi degan gap. Endi biz 3 oydan keyin 6 oy 8 ay, 1 yildan keyin bu badan shakllangan shu immunity hozirgidek yuqori saviyada saqlanib qolamdi yoki undan keyin barbara tövellab yo'qolib ketamdi, u bizga hozir noma'lum. Lekin hozir hamda bizning nima qilganimiz faqat ishning yaxshi tarafini o'ylab, agar bizning badanimizda yetarli antibody shakllangan vaqtida bizni qo'g'day olishi mumkin, biz bu virusdan qaytadan yuqumlanishni saqlay olishimiz mumkin deb qaraymiz. Shu sababdan nurg'un shirkatlar, nurg'un pul xarjlab vaksina ishlab chiqarishga tirishayotdi. Agar bizningki oldidagi qarshimiz inkor qilinsa, ya'ni shu immunit kuchining hech qanday ahamiyati yo'q, antibody shakllansa hech qanday ahamiyati yo'q, bizni qo'g'day olmaydi deb qarasak, bu vaqtida shirkatlarniki nurg'un vaqt pul xarjlab vaksina ishlab chiqarishningki ojizlik qolmaydi. Shunga endi buni qisqartib bilsam, buningga endi qo'g'day olishi mumkin yoki qo'g'dashni umid qilamiz, lekin 100% aniq javob yo'q endi hozir qadar.
Javobingiz uchun ko'p rahmat. Yana bir necha savollar tushibdi. Bu virusda yuqumlangan kishining boshqa a'zolariga, masalan, miyga degandek ta'siri bo'lamdi? Endi mundaq çok bu yerda endi bu virusninki nurg'un hujum qiladigan organlar bor. Endi bu virus. Hozir qadar hujum qiladigan organlar birisi o'pka, birisi kichik uchay, andan keyin birisi jigar, birisi nima? Böbrek hamda. Asosli hujum qiladigan organlar. Buning ichida miya yo'q. Lekin mundaq tushunishimiz kerakki, bu virusninki eng birinchi hujum qiladigan organ nima degan vaqtida o'pka. O'pka nima ish qiladigan organ degan vaqtida havodagi oksigenni qabul qilib, bizning badanimizni oksigen bilan ta'minlaydigan organ degan gap. Bu oksigen degan nima ish qildi degan vaqtida butun hayotlikning markazi. Endi bu badandagi hamma organlarning oksigenga bo'lgan ehtiyoji qargan vaqtida miyamizningki oksigenga ehtiyoji eng yuqori. Miya 5-10 minutdan ortiq vaqt oksigenga erişemese, miyanınki oksigenga erişemeyen kısmı ölüdü degan gap. Ama da çıkkan vaqtida bu virus bizninki öpkemizge kirip, öpkedeki, öpke dançılarının içindeki hücrelerini vayron qilish orqali o dançılarda mundaq kollaps içilip turadigan öpke dançıları yumulup qoladi. Andan keyin yoki bo'lmasa uning ichiga suv to'plashib o'pkaninki shu nafaslanish, ya'ni oksigenni qabul qilib qonga kirgizish iqtidoriga ig'ir ta'sir etadi. Undan boshqa andan keyin bu qon tomiri kengaydigan ahvol bor. Qon tomiri kengaygan vaqtida qon besimi tövellab ketadi. Qon besimi tövellab ketgan vaqtida miya, böbrek, jigar degandagidek muhim organlarga bardigan qon azlab ketadi degan gap. Shuning bilan bir vaqtda bu oksigenning miqdori tövellab ketadi degan gap. Unda o vaqtida buning oqibati nima bo'ldi degan vaqtida albatta miyaga ta'sir qiladi degan gap. Endi bu yerdagi miyaga ta'siri o virusning miyaga berib ta'sir qilishi emas, shu o'pkaga ta'sir qilish orqali o'pkadagi oksigen miqdorini tövellatib şu oksigen kemlikten, yani hipoksiya degan masal tufaylidan bizningki miyamizni zaxmi qiladi degan gap. Rahmat. Yana bir savolga o'tsak, virusning davomli mutationdan o'tadiganligi va mutationdan keyin texmi az ziyonli bo'lganligi haqidagi ko'z qarashlar qanday qaraysiz? Virusdan qancha keyin yuqumlansa, shunchalik az ta'sirga uchraydi degan ko'z qarashning qanchalik asosi bor deb qarinishini so'rabdi. Endi bu mutation degan narsaniki endi ma'nosida bu virusninki gen o'zgartirishga qaratilgan bo'lib, bu cho'qim mutation bo'lgan vaqtida cho'qim eski tarafga qaraydi, mangadi yoki yaxshi tarafga mangadi degan gap chiqmaydi. Chunki bu bir neutral so'z bo'lib, bu virus mutation bo'lgandan keyin texmi ashaddiylik ketishi mumkin, kasal paydo qilish kuchi texmi kuchib ketishi mumkin, ozlishi mumkin. Masalan, vaksina degan nima desak, shu kasal qiladigan shu vaksinani kasal paydo qiladigan shu virusni mutate qilib, ya'ni uning kasal paydo qiladigan qismini ilib etib, onu kasal paydo qilmaydigan holatga kirgizish deganlik bo'ldi. Endi bu faqat mutation degani bir o'zgarish. Bu o'zgarish endi tabiiymi bo'ladi, sunniymi bo'ladi. Ya'ni bunday vaqtida bu virus shu o'z yashayotgan muhitga moslashish uchun o'zini o'zgartira oladi va yoki tajribaxonada ma'lum maqsadga yetish uchun uni sun'iy o'zgartirdi degan gap. Endi bunday bo'lgandan keyin bu virus agar bu mutation endi tabiiy bo'lgan bo'lsa, uninki oqibatininki yomon bo'lishi mumkin, yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin hozir fan texnikadagi tadqiqotchilarning andish qilayotgan yeri, agar bir virus tiz mutate, ya'ni o'zini o'zgartirib tura oladigan bo'lsa, u vaqtida bu tadqiqotchilarning bu virusga qarshi vaksina ishlab chiqarish qiyin bo'ladi degan gap. Chunki
bir virusga qarshi vaksina ishlab chiqarish uchun necha yil ketadi. Hamda hozir tarqayotgan vaboga nisbatan alayda ahvolda bo'lganligi uchun nurg'un davlatlar tasdiqlashga keraklik bo'lgan narsalarni oddiylashtirib, qisqa vaqt ichida, ya'ni 1 yildan 1,5 yil ichida ketgan vaqt ketadi deb qaragan bo'lsa, amaliyotda bir vaksinani muvaffaqiyatli vaksina ishlash uchun necha yil vaqt ketadi degan gap. Agar bu virus shu asonli o'zini o'zgartiradigan bo'lsa, virusning o'zgarishi nima vaksina ishlab chiqarish ketgan vaqt virusning o'zgarishi ketgan vaqtdan uzun bo'lganligi uchun bir tadqiqotchi bir necha vaqt qilib, vaqt sarf qilib bir vaksina ishlab chiqargan vaqtida u virus allburun o'zgarib ketganligi uchun u vaksina ishlamaydi degan gap, mag'lub bo'ldi degan gap. Shunga bu yerda bu virusninki mutation bo'lishida tadqiqotchilarni eng andishiga soladigan narsasi uniki yaxshi yoki eski tarafga o'zgarishi emas, balki shu nurg'un iqtisod sarf qilib, nurg'un vaqt sarf qilib ijod qilgan vaksinaninki u virusga ishlamay qilib bu tadqiqotning mag'lub bo'lishi sababidan bo'ladi. Shuning yandagi savol nima edi? Oningki virusning qancha keyin yuqumlanish shunchalik oz ta'sirga uchraydi degan ko'z qarash. U shaxsiyga nisbatan hech qanday cho'ng farq yo'q, lekin bir jamiyatga nisbatan bo'lib, doktorxonaga nisbatan farqi bor. Chunki hozir masalan, shu uyda o'tiringlar, social distancing, ya'ni ijtimoiy musofani saqlanglar deyishdan maqsad hamda yuqumlanuvchilarni o'xshamagan vaqtga bo'lash, ya'ni bir qism odamlarning yuqumlanish vaqtini keyniga surish orqali doktorxonaning yukini ozlatish. Misolanga qisqa vaqt ichida nurg'un odam bir vaqtda yuqumlangan vaqtida doktorxonadagi karvat sistra doktorlarninki son jihatdagi cheklamasi tufaylidan nurg'unlagan saqaytish imkoniyati bo'lgan kasallarni saqaytishga fursat chiqmay o'lib ketishi mumkin. Shunga bu nuqtadan aytgan vaqtida hozir mayli Amerika olsun, Angliya olsun, nurg'un davlatlar shu nimaniki insonlarniki virus bilan uchrashish, virus bilan yuqumlanish vaqtini keyniga so'zash orqali doktorxonaninki yukini tövəlləvətdi. Həm də şu nöqtəni aytqan vaqtida şəxsiga alayda farq yo'q. Birli farq agar yuqumlanish vaqtini shu unumlik vaksina paydo bo'lguncha so'zalsa, u vaqtida bu virus bilan yuqumlanib, bu kasal giribtor bo'lmaylar, shu vaksina chiqqan vaqtida vaksina uldirish orqali bu vabodan saqlanishi mumkin. Lekin normalda baldır yuqumlanish bilan keyin yuqumlanishning alayda farqi yo'q. Eng muhimi, agar baldır yuqumlansangiz, endişiden, qo'rqinishdan baldır xoli bo'lasiz degan gap. Misolanga yuqumlanish qancha baldır bo'lgan rayonlarda u yuqumlanishning tuvallishimi shuncha baldır bo'ladi. Masalan, New Yorkda Amerikada eng ig'ir, eng dastlabki boshlangan balkim biz to'xtagan vaqtida Amerikaninki hozir normalda yuqumlanuvchilar az yerda qaytadan ko'tarilishi mumkin hamda. Shunga shaxsiyga nisbatan vaqtni keyniga so'zlashninki jiqqinimiz yo'q, lekin shu rayondagi, shu davlatdagi doktorxona, tibbiy xodimlarninki yukini tövəltishga foydasi bor. Rahmat, endi savollar ko'payyapti. Endi yana bir savol. Bino uyda yashayotgan sharoitda havo yo'li orqali yuqadigan shundoq ahvollar ko'rilib baxtim kechiring. Men o'qitni qo'ygan bir savol deb o'tay. Sizce bu virus qachonroq oxirlashishi mumkin, qachonroq normal vaziyat qayta olamiz debdi. Fikrlashimiz. Endi bu virusninki oxirlashishiga hech kim bir narsa deyamaydi, qachon oxirlashishiga, lekin yolg'iz bu virus emas, butun o'sha tarqalishchan virus
Hatta şu 18. yılları İspanya tarqıgan virüs hem de dünya tarixida eng jiq adamning o'lishiga yana 50 milliondan 100 milliongacha adamning o'lishiga sabab bo'lgan virusmi oldi keyni 1-2 yilda tugagan. Bu virus cho'qim tugaydi. Cho'qim tugaydi. Lekin qachon tugaydi? Uningga bir narsa deyishimiz qiyin. Lekin mushu men yuqori deb o'tgandagidek yuqumlanish qancha burun boshlangan, qancha ig'ir bo'lgan rayonda bu baldır paslishi mümkün hem de paslishi mümkün. Lekin bütün dünya miqyosida bu virus tel töküş yo'qosh uchun bütün dünyanınki shu bulun uçqaqlardan hammasida bu virus tugishi kerak. Agar bir yerda saqlanib qolsa, yana qaytib kelishi mumkin. Endi bu yerda men oldingi so'zimda deb kelgan mushu basic reproductive number deb R0 qimmati bor. R0 qimmatida bu nima deygilik desa, masalan hozir bir odam 3 odamga yuqtirdi degan gap. Qachon azlaydi degan vaqtida misalanga bir rayonniki noposiniki 33% yuqumlansa degan gap cho'qim kasallos degan gap emas. Yuqumlansa bu R qimmati 1'de 3 olishninki bir odamning 3 taqtishiniki eng yuqori chekkaga yetgan bo'ladi. Agar 40% ga yuqumlangan bo'lsa, R qimmati 3 bo'lamaydi u vaqtida, chunki qilib qolgan odam bir odamniki 3 odamga yuqtirishiga yetmaydi. Masalan 40% odam. Anadikin 50% ga yetgan vaqtida bir rayondagi odamning yuqumlanish darajasi 50% ga yetgan vaqtida bu yuqumlanish bilan yuqumlanganlarniki nisbati 1:1 bo'lganligi uchun u vaqtida R qimmati 1 ga tushib qoladi. 1 ga tushib qolgan vaqtida bu yuqumlanish soni ko'paymaydi, azlamaydi degan gap. Agar R qimmati 1dan to'van bo'lgan vaqtida, ya'ni 51% odam yuqumlangan vaqtida 49% odam yuqumlanmagan vaqtida u vaqtda tövanga qarab mangadi degan gap. Shunga bundoq aytgan vaqtida agarda mushu hukumatninki shaxslarning olgan tadbiri unumli bo'lmay, ya'ni bu virusni to'sab qolamagan vaqtida eng oxirida bu virusninki yo'qolishi mushu virusning tabiiy qonuniga bog'liq bo'lib qoladi. Bunda aytgan vaqtida mushu bizningki olgan tadbirlarimiz hammasi keraksiz, ya'ni unumsiz bo'lgan vaqtida eng oxirgi nima? Mushu bir jamiyatda 50% odamning yuqumlanishi bu virusni tövən qartib mağadı. Anandan keyin 60-70% odamning yuqumlanishi bu virusni yo'q qila oladi degan gap. Rahmat. Tushunishlik bo'ldimi, uqmadim. Bu endi biroz murakkab narsa. Endi bunda aytgan vaqtida mushu har qanday kuchli virusni hech qanday tadbirsiz, ya'ni hech qanday hukumatning shaxsiyning tadbirsizmi oxirida mushu sababdan yo'qaydi degan gapchi bu yerda. Endi bizning olgan tadbirimiz hech qanday unum bermagan taqdirdami bu virus hamon yo'qaydi. Lekin endi bir oyda, 2 oyda, 3 oyda yo'qamda uningga bir narsa deyish mumkin. Lekin 7-8 oydan boshlab bo'libmi hozir yuqumlanish ig'ir bo'lgan rayonlarda jiq azat bu virusdan xoli bo'la olishi mumkin. 7-8 oyga vaqtda. Lekin hozir yuqumlanish ancha ig'ir bo'lmagan yerda misolanga olsak, Tayvan, masalan, Janubiy Koreya, Yapon ninki mushu hozir ham bu virusni kontrol qilishda eng unumli davlat deb qaralgan bo'lsa-mu, lekin ularninki mushu virusdan saqlanish uchun elayotgan tadbiri hargiz Amerikadan, Italiyadan nima emas. Chunki shu tadbirni shunday bo'shatgan aman ularni yana qaytadan ko'tarilib ketishi mumkin degan gap. Chunki bu davlatda virusning tarqalishi nihoyat qattiq kontrol qilinganligi uchun bu nurg'un xalqda bu virusga qarshi hech qanday immunitet shakllanmagan. Shunga vaksina chiqib bo'lguncha bu davlat shu siyosatni nihoyat ching saqlab menish kerak, bo'shashtirmaslik kerak. Agar shunda bo'shashtirgan aman u davlatda qaytadan ko'paydi degan gapchi bu yerda. Rahmat. Keyin kelgan qarindoshlarimlar qaytadan Uyg'ur akademiyasininki bu naq maydon leksiyasiga xush keldinglar. Ovozni aytib o'tishni unutib qolmanglar. Ondan baya so'ralmoqchi bo'lgan savolni qarindishimiz qaytib avatibdi. Central AC orqali, ya'ni avatan shugish orqali yo'qish mumkinchiligi bormi? Mushlar ahvol ko'rilib baxtimi?
bu vaqtda endi mundaq bir tajribalar borchu. Masalanki, shu hozir endi g'arb davlatlarida shu ijtimoiy aloqa orliq saqlash musobaqa nimasini ikki metr deb tashabbus qilyotidi. Shuni isbotlash, shuning to'g'ri xatoligini isbotlash uchun bular mundaq bir tajriba qilgan. Masalanki, shu bir yuqumlang'uchi bir muhitda shu havo tangshugishni ochgan vaqtida virusninki shu uydagi tarqash doirasi texim uzun bo'lgan. Ya'ni bu virus shu havo tangshugishni shundoq ochgandan keyin aslida masalan shu viruslar yuqumlang'uchininki 1-2 metr atrofiga bora olgan bo'lsa, havo tangshugishni ochgandan keyin bu virus 4 metrdan 6 metr yerga bora olgan. Ya'ni bunday chiqqan vaqtida shu muhitda masalanga shu atrofda agarda nim bo'lsa, yuqumlang'uchi bo'lsa, ya'ni shu yuqumlang'uchi shu yaqin atrofda masalan yo'talgan bo'lsa yoki tushirgan bo'lsa, ulardan chiqqan virus shu havo iqimi orqali 4 metrdan 6 metrga bora olishi mumkin deb qaraydi. Albatta bu shu bizningki ig'izimizdan, burnimizdan chiqqan shu sho'lgay donchilari, ya'ni tukruk donchilarining cho'ng kichikligi bilan munosabatli. Andan keyin bu normaldagi donchilar, ya'ni 5 mikrometrdan cho'ng bo'lgan donchilar, bular 100 mikrometr, 200 mikrometr bo'lgan cho'ng donchilar, ya'ni ko'zimiz ko'rgidek bo'lgan donchilar odatda shu yo'talguchininki oldida, ya'ni shu yoqsi atrofiga, kiyim atrofiga yoki oldidagi ustalga, kompyuterninki shu keyboardlarga tushadiganligi ma'lum endi. Cho'ng donchilari. Andan keyin buni endi shu donchininki eng cho'ngligi 200 mikrometr, ulab shu normaldagi donchi deganninki 5 mikrometrgachilik buni normal donchilar deb qaraydi. Bularninki bordigan musofasi eng yuqori vaqtida 1 metr atrofida bo'ladi endi. Lekin 5 mikrometrdan to'van donchilarni biz mikro donchilar deb ataydigan bo'lib, bu donchilarninki musofasi, bordigan musofasi biz hozir hukumat da'vatgan 2 metrdan yiroq, andan keyin havoda tura oladigan vaqtiniki 3 soat atrofida bo'lganligi aniqlanyapti. Masalan, cho'ng donchilar 15-20 qolmay, lakinsa 15-20 qolmay, hatto qancha cho'ng bo'lsa shuncha tez lakinsa atrofimizga tushgan bo'lsa, u doncha qancha kichik bo'lsa shuncha havoda uzun tura oladiganligi, andan keyin yiroqqa bora oladiganligi ma'lum. Undagi vaqtida atrofimizdagi shu muhitda yuqumlang'uchi bo'lsa, u tarqatgan virus havo iqimi orqali uylarga kirishi mumkin endi. Bu yerda hozirgi nurg'un tadqiqotchilarningki, o'xshamagan tadqiqotchilarning chiqargan natijasi o'xshash emas. Ba'zilar bo'lmaydi desa, ba'zilar bo'ladi deydi. Lekin bu yerda bo'ladi, bo'lmaydi degani faqatla ko'p ahvollarni ko'z tutgan bo'lsa, lekin ayrim ahvollarda, alayda ahvollarda hech kim buni 100% bo'lmaydi deb nim qilmaydi. Shunga bu nima shu gap qilishdan, yutilashdan yoki tushkurishdan chiqqan shu sho'lgay donchilari, tukruk donchilari qancha kichik bo'lsa, uninki havoda saqlanish vaqti shuncha uzun bo'ladi, andan keyin bora oladigan musofa shuncha uzun bo'ladi. Hozir hamda masalanga velosipedga minib mangan bir odamniki shu ig'izdan chiqqan virusniki 20 metr atrofiga tarqalaydiganligi ma'lum endi. Bunda chiqqan vaqtida bu yerda harakat bo'lgan yoki havoning iqimi bu viruslarni shu havoda 3 soatdan ortiq saqlanib qolgan viruslarni atrofdagi muhitlarga tarqata olishi mumkin deydi. Hamda bilishimiz mumkin, bu virusning cho'ngligi 100 nanometr, ya'ni 0,1 mikrometr.
Endi mundaj çıkan vaqtida aşı 5 mikrometrden töven boğan şu şölgey dançılar yoki tükürük dançılarının içinde kem degende qancha bo'ladi degan vaqtida 5 mikron ichida 50 virus patı sig'idi degan gapchi, 50 tal virus sig'idi degan gap. Bu ularning mayli 5 bo'lsin yoki 10 olsun, odatda 100 mikrometrdan kichik bo'lgan danchilarni biz normalda ko'zimiz bilan ko'ramaymiz. Shunga bu havadagi mushtaq yuqish nisbati garchi cho'ng sho'lgay danchilarni qo'limiz bilan tutib yuqtirgandagidek fursat unda yuqori bo'lmasimi, lekin butunlay yo'q degili bo'lmaydi. Belgilik mening qarashimcha belgilik nimasi bor, ya'ni xatiri bor. Rahmat Mehmet aka. Suallar ko'payyapti. Hozir Washington vaqti soat 10dan 52, Turkiya vaqti 5dan 52 bo'ldi deyman. Shu suallar ko'paygan bo'lg'ach, unga javob bergan vaqtni ozroq kontrol qilsak. Bo'ldi. Yana bir qarindoshimiz so'rabdi, ziqqa kesili bor, biri yuqum qolsa, doktorxonaga bormisimi saqlay olamdi? Normal antivirus dorilar ishlasa kontrol qilg'il bo'lamdi. Bo'lmaydi. Endi bu hozir qadar endi bu antivirus degan dorilarniki bir qismininki nayt az, bir qismininki azroq foydasi bo'lganligi, ya'ni dastlabki qadamda isbotlanyapti. Lekin bu ularniki qanchalik u kasallikni ig'irlab ketishini yoki yuqumlashning oldini ola oladi, bu texi aniqsizlik. Shunga yolg'iz kasal emas, har qanday ost xarakterli kasal bo'lib, o'pkali kasal bolalarniki tavakkul qilishi yaxshi emas. Meningcha her daim şu doktor bilan aloqalashib, doktorniki fikrini anglab turish kerak. Agarda yuqumlanganligi cho'qim nim bo'lsa, jazmlashgan bo'lsa, meningcha bundaq qarindoshlar oldirab tavakkul qilmaslik kerak. Chunki bu yerda bu badanning immunitet kuchiniki u virusdan g'olib kelish kelmasligi bir masala. Eng muhimi şu baldır burun kasal bilan virusdan yuqumlangandan keyin keltirib chiqargan zahmi qo'shilib kasalniki, ya'ni bemorniki hayotiga ushtumti tahdid keldigan ahvol mavjud. Endi bu virus dastlabki boshlangan vaqtida o'lib ketganlarning ko'pinchisi yaşanganlar deb qaragan bo'lsa-mu, lekin keyin yoshlarning o'lib ketayotganligi bayqalgan. Buning asosli sababi shularda burun bayqalgan yoki bayqalmagan az xarakterli kasal borliginiki borligi bilinyapti. Shunga shu o'pkida az xarakterli kasal bo'lgan har qanday qarindoshlar agar bu virus bilan yuqumlangan vaqtida cho'qim sal qaramasligi, har doim doktor bilan aloqa qilishib, ularniki ko'rsatmasini anglash kerak. Rahmat. Yana bir savolga o'tsak, hozir Ebolaning dorisi bilan bu kasallikni saqayganligini so'zlanyapti. Buni qisqacha izohlab o'tamsizlar? Endi bu dora Amerikaniki bir dorisi bo'lib, bu dora rasmiy FDA tarafidan tasdiqlangan bir dora emas. Ayni vaqtida bu dora bir şu clinical trial, yani clinical sınav mezgilde bo'lganligi uchun anandan keyin sınav mezgilde bo'lib, bu Ebolaninki ayni vaqtdagi o'lib ketish nisbati 90% yetganligi uchun, ya'ni bu boshqa insonlarning hayotini qutqizgan boshqa amal bo'lmaganligi uchun ayni vaqtida buni bir sinov tariqasida Ebolaga ishlatgan. Lekin u dora endi qanchalik foyda qildi deb qaraydiganlarmi bor, lekin eng oxirida yanala bu Ebolaga giribdor bo'lgan odamniki 90% o'lib ketgan endi. 10% saqaygan, 10%niki zodi o'zining immunitet kuchiga tayanib saqaydimi, bu doriga tayanib saqaydimi, hozir qadar uningga bir aniq nima yo'q, chunki bu dora rasmiy tasdiqlanib keng ko'lamda ishlatilgan dora emas. Endi bu kasal tarqalgandan keyinmi, boshqa amal bo'lmaganligi uchun taxminan 6 dorini
mushu virusga bir jamiyatda qancha odamning yuqumlanib, qancha odamning yuqumlanganligini bilmaganlik uchun bu maska taqashni tashabbus qilish menimcha to'g'ri. Qanday degan vaqtida bu maska yuqumlanguvchininki ig'zidan chiqqan viruslarninki baralaydigan musofasini to'sab qola oladi. Masalan, biz yo'talgan vaqtida yoki tushirgan vaqtida bu og'zimizdan chiqqan virus havoga tarqayolmay shu maskada to'plashib qoladi degan gap. Bu nuqtada aytgan vaqtida bu maskaninki virusning tarqishini tizginlashda alayda ahamiyati bor. Bu faqatla kasal bo'g'uvchi yoki yuqumlanguvchilarninki boshqalarga tarqitish nuqtai nazaridan 100% buningda hech kim uningga o'xshamagan qarash yo'q. Bu 100% virusning tarqalishda tizginlash nimasi bor. Amerika, Yevropaninki o'tkazgan eng chong xatoligi bizda bu virus yuqqanlar nayta oz, nayta cheklik. Şuna mutlak köp adamninki mask taqishining hojati yo'q degan yakunni baldur chiqarganlik uchun xatolaştı. Amaliyotda nurg'un kasallarninki, ya'ni nurg'un yuqumlanguvchilarninki kasal alomati bo'lmaganligi uchun ham ular dal vaqtida tekshirilib karantin qilinmaganligi uchun Amerika, Yevropada bu virusni tiz tarqab ketdi. Aksincha bu mask taqashni tashabbus qilgan Singapur, Yaponiya, Koreya, Tayvan degandek davlatlarda buniki yuqishi Yevropa, Amerikadek tiz bo'lmadi. Shunga buni foydasi va foydasi yo'q degan gapni meningcha ikkiga bo'lib ayrim deyish kerak. Hozirgi ahvolda mayli Amerikada olsun, mayli Yevropada olsun yuqumlanish nisbati nihoyatda yuqori bo'lganligi uchun meningcha maska taqashninki zaruriyati bor, ahamiyati bor. Bu saq odamning o'zini qo'g'dash uchunla emas, balki shu yuqumlanguvchilarniki, bular o'zining yuqumlanganligini bilmagan odamlarniki atrofga virus tarqatishni tizginlash uchun maskaning cho'qim ahamiyati bor. Ko'p rahmat. Bir necha qo'lni ko'targan qarindoshlarni ko'rdim. Savolinglar bo'lsa yozma shaklda avvatsanglar, men yana o'qib beraman. Rahmat. Yana bir savol. O'xshamagan irq va o'xshamagan qon sistemasi qarta yo'qish ahvollari haqida farq bormi deb baya savol so'ragan qarindoshimiz so'rabdi buni. Masalan, qartalikni asos qilgan Afrikada yoki Yevropa qon sistemi qarta yuqumlanish ahvoli farq bormi? Hozir qadar buningga farq borligiga isbot yo'q. Endi Amerikadami shu yuqumlanguvchilarning bularning o'lib ketganlarning nisbati shu rayondagi qartalliklarniki nüfus nisbatidan xeyli yuqorkan. Bularning shu Chicago, Michigan, Louisiana degan shtatlarda shu o'lib ketganlarninki ichidagi qarlarning nisbati shu yerdagi qartalliklarning nüfusidan birasidek ashta yuqori ahvol bor ekan. Bularninki sababini shu tadqiqotchilar, hatto shu qartalliklarning ichidan chiqqan mutaxassislar analiz qilib bu qarlarda bu kasalni, qartalliklarda bu kasalni qartallik bo'lmagan, ya'ni Amerikada o'zidan boshqalarning hammasini aqtallik deb qaraganlik uchun bu kasal qartallik bilan munosabat yo'q kasal, aqtalliklarning kasali deb qaraganlik uchun ular o'zini mudofaa qilishda alayda sal qaragan ekan. Shunga bu virusniki, bu vabaniki qartalliklar ichida Amerikadagi yuqumlanish, Yevropa, Amerikadagi yuqumlanish ahvoli boshqa millatlardan alayda yuqori bo'lgan, lekin irqiy nuqtadan aytgan vaqtida cho'qim qartalliklarda yuqish ig'ir bo'ldi deydiganga bir ilmiy asos yo'q. Hamda Turkiyadagi ko'pincha qarindoshlarning xabari bo'lgandekidek Turkiyadagi bir doktor apandimmi
hayacanlanıp ketip, hissiyatı tayinip, bu virus Türk genideki insanlarga çıkılmaydı dep bir narsalarni e'lon qilib yurgandi nimada. Lekin hozir qadar bu virusninki irq nimasiga chetishliq alayda bir nima yo'q. Lekin cins farqlılığı o'tirg'i chiqyapti. Ya'ni bu virus bilan yuqumlanuvchilarning ichida erlarning nisbati ayollarning nisbatidan yuqori. Lekin nima tarafda irq tarafida hozir qadar rasmiy ilmiy yo'sinda isbotlangan bir narsa yo'q. Rahmat. Bu virusning hayvondan insonga yuqqan virus bo'lmasdan laboratoriyada geni o'zgartirish bir virus bo'lish ehtimoli borligi o'tirib qo'yildi yaqinda. Hozir tekshirishlarga qaraganda hamda buning rost bo'lish ehtimoli yuqormi? Hem de bu manda gapço bu yerde alıkı meyli o laboratuvarda bolsun yoki hayvanda bolsun adam yuqqan bolsun hem de bununki asli manbasi alıkı nimamdi şeperang hamdi asli manbasi şeperang bu yerde iniqsiz olgan narsa mushu şeperangdan adamga bevosita yuqqan emas bu hamdi lekin mushu virus şeperangdan bo'lgan bu virus hem necha milyon yil şeperangning ustida mavjud bo'lgan virus nima uchun hozir odamga yuqadi degan vaqtida bu o'tirliqda bir vosita bor hamda bu yerda bu vosita hamda ninki shu Wuhan tajribaxona bo'lishining ehtimolligi nihoyatda yuqori hamda bu yerda yana bir aniq bo'lmagan masala bu virusni şu Wuhan'daki tajribaxona bir biyokimiya sifatida qasdtanlik bilan tarqatganmi yoki tasodifiylik bilan tarqaganmi bu hozir talash tortish qilayotgan muhim masalaning birisi lekin bu virusninki Wuhan'da uzundan buyon tadqiqot qilinib kelayotgan yoki tadqiqot obyekti bo'layotganligi bu ma'lum. Çünkü bu Wuhan'daki bu virüsninki şu P4 tecrübehanın asaslık hizmeti mi şu koronavirüsünü tadqiq qilish yani bu alayda sir emas bu sir emas şu tadqiqot qilish jarayonida bular bu virusni bir o'zgartirish kirgizib uni qilib buni qilib degandagidek şu tadqiqot qilish jarayonida bir bexatarlik bilan yoki mas'uliyatsizlik bilan yoki tasodifiy voqea bilan bu virus sirtqa tarab ketganmi yoki qasdtanlik ya'ni shu biologiyalik urush maqsadida qasddan tarqatganmi buningga nisbatan siyosiy jihatdan har xil ko'zqarashlar mavjud lekin ilmiy jihatdan aniq bir isbotlaydigan bir narsa mavjud emas. Ko'p rahmat. Oxirgi savol bo'lsa, bir ikki savol tushdi yana bo'ldi. Bu virusning tajribaxonada ijod qilingan yoki tabiiy paydo bo'lganligini qandoq isbotlab chiqib bo'ladi deb men boya savolniki oxiri bo'lsa kerak. Endi bu savolga albatta javob bergandim. Endi buningki anankin bevosita isboti Xitoyning o'zining qo'lida, tajribaxonaning qo'lida bevosita isboti. Endi boshqalarning qila oladiganini faqatla vositalik isbot hamda bu yerda aniq bo'lgan narsa bu virusninki gen alayligi aniq. Endi bu virusninki 30 ming amino asid gruppasidan tashkil topganligi aniq. Bu virusni shu gen alayligi qarab Shveysariyadagi olimlar o'xshash virusni yasab chiqdi hamda kopiya qilibcha buni yasab chiqdi tajribaxonada. Bular aniq hamda lekin uningki qurilmasiga qarab hozir hamda şeperangdan ilingan, şu Yunnandan çıkan bir şeperangdan ilingan virüs bilen bu virüsninki gen alayligida 96% o'xshashlik barken şuna şu sebepten bu virüsninki asli kelish manbasining şeperang ekanligini davatidu hamda bu şeperang bu odamga tarqash jarayonida oralikda 4% o'zgarish bo'lgan bu o'zgarishni tajribaxonada qildimi yoki
özü tabii yüz berdimi. Bularda biraz talaş tartışma. Anandikin bazı alimler bu arlıqıga, bu şepermanların adamның arlıqıga pangolin degan hayvonni qo'yavdi. Çünkü bu virüs şu şeperangdan çıkan şu koronavirüsü pangolinning badaniga kirgan vaqtida 3% o'zgarish paydo bo'lib, mushu hozir tarayotgan virus bilan 99% o'xshashlik bo'lgan. Shunga bu yerda mushu shaparangdan chiqqan shu virus odamga tarqalish jarayonida pangolin degan hayvonda o'zgarish paydo bo'lib, aslidagi odam yuqmaydigan holatdan odam yuqadigan holatga o'zgargan deb qaraydiganlar bor, lekin uningga qoyil bo'lmaydiganlar, agar shunday bo'lsa, nima uchun bu pangolindagi virus bilan hozirgi virus 100% o'xshamaydi deydigan savollarni qo'yganlar bor. Shunga bu yerdagi nima bu savolga nisbatan javob, agarda buni shu nayt osonlar isbotlag'ili bo'ldigan bo'lsa, bunchalik jiq talash tortish bo'lmagan bo'ladi. Shunga mening qarashimcha belgilik texnikalik qiyinchilik bo'lishi kerak. Endi bu yerdagi bu eng cho'ng gumon qiladigan masala, yana bu Wuhandagi tajribaxondan gumon qiladigan bir masala, ular nimani nurg'un realliklarni, faktlarni yoshirgan, xalqaroniki aralashishiga yo'l qo'ymagan. Shunga bu yerda bir yomon g'arazniki yoshirilganligi, shu sababdan Wuhandagi P4 tajribaxonniki eng yuqori gumonda ekanligi o'tirg'a chiqmoqda, lekin ilmiy nuqtadan 100% isbotlangani yo'q. Agar unda isbotlash oson bo'lgan bo'lsa, meningcha bu fan texnika ilmiy shu tadqiqot nimasimi unchalik jiq xalqqa o'xshamagan ko'z qarashlar, o'xshamagan maqollar o'tirg'a kelmas edi deb qarayman. Shunga hozirgacha endi 100% ma bundakan, ma undaq emaskan degan undaq bir ilmiy maqolani men ko'rmadim. Rahmat. Leksiya hozir 1 soatdan ortiq bo'ldi, davomlashyapti. Soat bizning Washingtonda sahar vaqti 11:23, Turkiyada soat 7lar bo'ldi deb o'ylayman. Leksiyani bir 7 minut ichida, ya'ni 11:30da oxirlashtirsak degan fikrdaman. Undaq bo'lsa, qarindoshlarga yana savol bo'lsa, oxirgi 1-2 savol bo'lsa, savolni olamiz. Undan keyin leksiyani oxirlashtiramiz. Ma'lum hamda rasmiy kasbiy to'g'risidagi savol emaskan, lekin sizlarningki o'zlarining ko'z qarashlarini so'rabdi. Bir savol, hozir Xitoyning boshqa ko'plagan davlatlar bu virus bilan kurash qilyapti. Xitoy bo'lsa oldini oldik deyapti. Beijing va Shanxay qatorliq cho'ng shaharlarga tarqamabdi. Sizce bu Xitoyning qasddan virusni dunyoga tarqatib, dunyo iqtisodini cho'ktirish g'arzi borligining isboti bo'la olamdi? Ondan bu virus mazgili normallashgan, tugagandan keyin, normallashgandan keyin qanday bir dunyo vaziyati borligi kelishi mumkin? Endi buningga endi siyosiy nuqtadan o'xshamagan qarash bor, lekin uningki Xitoy hukumatiningki ko'nglida nima o'ylaganligini o'zi bildi, biz bilib ketmaymiz, lekin uningki keltirgan oqibati, ya'ni natijasi qaraydigan bo'lsak, haqiqatanmi Xitoy hukumatining shunday bir g'arzi borligini ko'rib olishga bo'ldi. Chunki bu virusningki o'tirg'a chiqish mazgili mayli bizningki shu da'vo nuqtasini aytsak bu yoki bo'lmasa Amerika bilan Xitoy orasidagi iqtisodiy urushningki ahvolini qaragan vaqtidami nihoyatda planliq o'tirg'a chiqqandaklar ko'rindi. Chunki bu virusning chiqishi bilan Amerika Xitoy o'rtasidagi bu iqtisodiy kurashmo bir tarafga qayrilib qoldi. Urushmo anandan keyin bizningki xalqaroda tonilayotgan masalamizmi xalqaroning nazaridan tushib qoldi. Shu nuqtalarni aytgan vaqtidami Xitoyda mayli qanchalik odamning o'lishi dan qat'iy nazar bu dunyo siyosat nuqtasini aytgan vaqtida dunyoninki diqqatini boshqa tarafga burmilab Amerika, Yevropa qatorliq nurg'un davlatlarningki iqtisodiga ig'ir ziyon zahmat akilyapti.
bu bir reallik. Şuna onunki g'arizininki, asli g'arizininki, ko'ngildagi g'arizininki nim bo'lishi o'ziga ayon, lekin uning keltirib chiqargan natijasi shuni isbotlab beryapti-da hozir hamda. Bu Xitoyda bu kasal kontrol qildi degani yolg'on, lekin Xitoy nima rost degan vaqtida Xitoy bu kasallikni mohiyatiga nisbatan burun tonishga erishdi. Ya'ni mundaqcha degan vaqtida bu kasalga nisbatan qarindishimiz nimasini o'chirayotgan bo'lsa, Vaqtliq o'chirib tursanglar. nima rost degan vaqtida Xitoy bu virus Xitoyda eng burun tarqalganligi uchun Xitoyninki bu virusga bo'lgan tonishi g'arb dunyodan burun bo'ldi. Tonishi burun bo'ldi. Demak, bu yerda nima demoqchi desangiz, bu virusga hozir qadar mayli nim bo'lsin, Amerika bo'lsin, Angliya bo'lsin, o'lib ketish ehtimoli bo'lgan bir qism kasallikni nisbatan hech qanday chora qo'llanilmadi. Masalan, Italiyaning şu ölüş nispeti hazır 13%, Angliyaning 13%. Bo'lib mübek ICU'ga kirgan kasallarninki mutlaq ko'p qismi o'lib ketyapti. Endi saqaygan kasallar aslən yengil kasallar yoki bo'lmasa alayda bir qutqizish orqali saqaytgan kasallar emas. Endi ko'p qismi shu qan ig'ir bo'lib, shu yuksak badal to'lab tutqazgan kasallarning ko'p qismi qutulmay o'lib ketyapti. Endi bu nuqtadan aytgan vaqtida menimcha Xitoy hukumati bu kasallikni mohiyatini, ya'ni bu kasalga nisbatan alayda bir tadbir qo'llanolmaydiganligini, oxirida o'ladiganlarning, ya'ni o'ladiganligini, saqaydiganlarning davolamasimi, ya'ni saqaydiganligidek bir qonuniyatni to'nib yetdi deb qarayman. Shu sababdan biz kontrol qildik degan huquqni xalqqa singdirish orqali ishlab chiqarishni asli keltiryapti. Lekin Shanxay bilan Beyjingni mayli hozir olsun, mayli burun bo'lsin, nihoyatda nuqtaliq kontrol qilyapti. Andan keyin bu Shanxay Beyjingdan o'ziniki noposidagi odamlarni sirtqa chiqib qaytib kelgan bo'lsa, 2 hafta ayrim tutadigan siyosat hozirmi bor ekan, andan keyin sirtning odamlarini asosan kirgizmayotgan. Lekin bu kasallikni shu ichki shahardan boshqa yerdagi tarqalishi bizdan jiq farqli emas deb qarayman. Chunki ular faqatla shuni aniq diagnoz qo'yib, burunqidek, birinchi, ikkinchi oydagidek aniq diagnoz qo'yib, statistikaga kirgizmaganligi yeri bor. Unda olganda qanday ahvol bo'ldi degan vaqtida, ya'ni normal unda 90% dan ortiq odam yuqumlanib saqiydi. O'lib ketganlar ya 5-6% odam o'lib ketishi mumkin. Eng oxirida bu jamiyatdagi mutlaq ko'p odam yuqumlangandan keyin, andan keyin hamma odamning bu kasallikdan immuniteti shakllanib, bu kasalning bu jamiyatga tarqalishi o'zligidan kontrol bo'ladigan gap. Bu nuqtani menimcha Xitoy to'nib yetdi. Shuning bilan bu kasalga nisbatan alayda kuchab tadbir ilinishdan voz kechgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Rahmat. Qarindoshlar yana oxidan 3-4 savolni bir xil avatdi. Vaqt munosabatan biz 11:30da oxirlashtirishni to'g'ri topgandik. Endi 5 minut vaqtlarini beralamdi undaq bas bizga. Bo'ldi. Muhim savolning bir nechtasi bor ekan, ya'ni o'zimizning qarindoshlar bilan munosabatli. Bir bu virusning homildor ayollarga bo'lgan ta'siri normal insonlarga qaraganda farqlanadi. Homildor ayollar qaysi jihatlarda bekroq diqqat qilish kerak? Endi meningcha farqlanadiganligini ayt dokladlar bor. Chunki bu ikki xil ahvolni hozir shu doklad qilganini ko'rdim. Birisi shu bolaninki tug'ildigan vaqtini oldiga surib o'tish ehtimoli bor ekan. Ya'ni masalan normalda 40 hafta bo'lgan bo'lsa, bir necha hafta oldiga surib o'tish, hatto bola rasmiy to'liq vaqti kelmay tug'ilib qolish ehtimolini keltirib chiqarish mumkin deydi. Ana ikkinchisi tug'ut jarayonida shu tug'utni qiyinlashtirib o'tadigan, ya'ni
tug'ut jarayonidagi bola bilan opaga belgilik tahdid olib kelish ehtimoli bor deb qaralyapti. Hamda albatta hozir hamda mayli ig'royoq bo'lsin, mayli ig'royoq bo'lmasin, hamma odam meningcha ilishga tegishli tadbirlarninki hammasini ilyapti. Amal bor bu virusdan saqlanay deb umid qilyapti deb qarayman. Hech kimningki bu virus bilan yuqumlang'isi yo'q. Shunga agarda mayli ig'royoq bo'lsin yoki bo'lmasin, meningcha hammaylar eng yuqori darajadagi tirishchanligimizni ko'ksitib, buningdan mudofaalanishimiz kerak. Ig'royoq bo'lganlar texmi shunday qilish kerak, chunki men yuqorida deb o'tgandagidek bu ikki xil yomon oqibatni keltirish ehtimoli bor ekan buning kadimizda. Albatta bu shu opidan bolaga yuqish ahvoliga kelgan vaqtida buningga o'xshamagan qarashlar bor. Chunki bolaninki nimasida hambiriniki ichida nihoyatda kuchli bir suzgich bo'lib, opidagi nurg'un kasal paydo qiluvchi omillarni bolaning qiniga o'tkazmaydigan tabiiy to'salg'i bor nimada. Shunga ko'pincha viruslarniki bolaga bevosita yuqmaydiganligi, agar yuqish ehtimoli bo'lib qolsa, faqatla tug'ut jarayonida yoki tug'utdan keyin bola bilan opaninki yaqin uchrashish sababidan yuqadiganligi ma'lum. Albatta bu virus hamda yangi virus bo'lganligi uchun nurg'un jihatda tadqiqotchilarning diqqatini qo'zg'amagan yangi masalalar bo'lishi mumkin. Vaqtning o'tishi bilan balkim nurg'ulg'an bilinmagan narsalarni bila olishimiz mumkin. Lekin hozirgi nimada shu men yuqorida deb o'tgandagidek ikki xil xatarlik omili mavjud. Rahmat. Oxirida bir ikki savol kelib qoldi. Hamda bundan keyin qayta savol olmayman qarindoshlar taklif. Lekin savollar bo'lsa, keyin yana bizni qoldirib qo'ysanglar, kelar qadimki leksiyalarda biz uni izohlab o'tsak bo'ldi. Hozir garchi uydan chiqmay turayotgan bo'lsakmi, sirtni yemak-ichmak, lozimatli setib olish yoki akaldirishdan saqlanib yashay olmaymiz. Ya'ni akaldirgan narsalarda yuqumlanuvchilarning virus saqlanib qolgan bo'lishini xoli bo'la olmaymiz. Bu to'g'risida qanday unumli tadbir qo'llana olamiz deb qarashimiz bor. Endi bu eng jiq odam qiziqqan bir savol. Bu savolni so'rganlarni qilib jiq uchratdim. Endi bu yerda ko'pincha tadqiqotchilarningki bu yemak-ichmakdan yuqmaydiganligini da'vatgan bo'lsa-mu, ya'ni bu virus yemak-ichmak yoki hazm qilish yo'lidan yuqish ehtimoli nihoyat to'van da'vatgan bo'lsa-mu, lekin ba'zi tadqiqotchilar yuqumlanuvchilarningki cho'ng tartidan bu virusni bayqagan. Ya'ni ba'zilari bu virusningki kichik kuchayga ta'sir ko'rsatib ish surikni paydo qildiganligi ma'lum hozir hamda. Shunga bu yerda hech qanday narsa 100% mutlaq bo'lmaydi. Hamda bularni bir odamningki shuningga nisbatan andishisi paydo bo'lgan vaqtida uningki rost tahdid paydo qilish qilmasligi bir masala. Eng muhimi shu odamga belgilik ro'yijatdagi besim, andisha, vahima paydo qilishi mumkin. Shu nuqtadan hamda bundan xoli bo'lish uchun men qarindoshlarga tövendikidek bir necha narsani tavsiya qilaman. Bu virusningki hozir hamda mushu 70 gradus issiqlikqa bardosh berolmaydiganligi ma'lum. 70 gradus. Masalan, uyda duxovka va qarindoshlar bo'lib qolsa, shu nimani masalan shu duxovkaga silib 70 gradusda 70 gradus ham bek yuqori temperatura emas. Masalan, odatdagi nimalarni bek qo'l ko'ygida qizitmaydi 70 gradusda. 70 gradusda yarim soatdan ortiq qo'yversa bexatar bo'lganligini ta'kidlayotdi. Chunki 70 gradusda oqsil aslan qotidi, ya'ni qotidi degani hamda ilmiy nuqtadan aytgan vaqtda DNA deymiz, tabiiy iqtidorini yo'qotdi degan gap. Masalan, 70 gradusda qo'ygan tuxumni biz chuji chiqarishga bossak, chuji chiqmaydi undan. Chunki bu butunlay o'ldi degan gap. Bu virusning asosiy tarkibi oqsil bo'lganligi uchun 70 gradusda yarim soatda aslan vayron bo'lganligi
ma'lum mayli xatchak bo'lamdi yoki boshqa narsa bo'lsa, agar ovorchilik ko'rmasak, shu duxovkaga silib 70 gradus yarım soatda qo'yib bersak, bexatar holatga kelishi mumkin. Undan boshqa agarda masalan sirtdan kelgan shu yemak-ichmak yoki xatchak boshqa narsalarniki qopchiqqa gumonimiz bo'lib qolsa, nimadan shu sirtdan akirgandan keyin qopchiqlarning hammasini darhol tashlab, andan keyin qo'limizni pokiza yuvsak, umi bir xil usul, andan keyin 70%lik spirit ne shu agar spirit chachqilib bo'ladigan narsalar bo'lib qolsa, spirit ichishmi umu masalani hal qilishninki bir usuli. Andan keyin ba'zilar bo'lab torlarda tashviq qilayotgan UV nuri deydi, UV nuri. Hozir shu ijtimoiy tarmoqlarda reklam shunda jiq qolib ketibdi. Bir qopchiqdaklarni ministriga qo'l telefonini silib lakinza shu UV nur bilan lakinza dezinfeksiya qildi deydi. Hamda uni tadqiqotchilarningki qarashicha uning hech qanday ahamiyati yo'q ekan, chunki bu virusni o'ldira oladigan UV light doktorxonada ishlatilgan kuchli UV light nurulab, buniki odatda odamningki ko'ziga alayda zaxmisi bo'lganligi uchun, ya'ni ko'zni qarg'uq qilish ehtimoli bo'lganligi uchun bu xildagi UV lightni normalda bozorda tovar shaklida setish odati cheklangan. Shunga uninki alayda ahamiyati bo'lmasligi mumkin, lekin shu duxovkada 70 gradus, andan keyin spirit chichish, andan keyin shu eng oddiy usul hamda shu yuvish ehtimoli bo'lgan narsalarni shu sopillab lakin yoki bo'lmasa suv bilan bir necha minut yuvitish hamda. Bunday qilgan vaqtida xatarlik omillarni xili jiq nisbatda tuvalatli bo'lishi mumkin. Rahmat. Qilgan sual biroqla ikkisini yig'inchoqlab birilday. Bir qarashim so'rabdi, virus tarqalish bilan hamma odam maska kiyimida qolsa, bu g'arb dunyosi nima tozalik qog'oziga shuncha e'tibor berdi deb. Yan birisiga ondan virus hozir faqat immunit kuchi ojiz kishilarda hamda o'lish nisbati yuqori bo'lyapti virusning. Yoshlarga va bolalarga yuqqan taqdirdami alomati ko'rinmaydi ekan. Agar virus taraqqiy qildirilsa, gen o'zgartib, yoshlarni o'ldirish nisbati yuqorilash ehtimoli bo'lamdi. Shu eng oxirgi savol. Hamda tozlik qog'oziga ishga kelsak, hamda jiq odamlar bu shu ro'y jatiki nimadan bo'lgan deb qarayotgan, hamda uning hamda ba'zilar balkim bu tozlik qog'ozini ishlaydigan ham materiallarningki ko'p qismi Xitoydan kelgan bo'lg'achqa, mayli Yevropada, Amerikada yoki Avstraliyada bo'lib qolsa, Xitoydan kelgan bo'lg'achqa bu o'zaro soda setiq yoki nimalarni bodikeldini cheklash, kontrol qilish natijasida bu ham materiallar kammasligi, andan keyin tozlik qog'ozi jiddiy bo'lish mumkin deb qaraydiganlar bor o'xshaydi. Lekin uning hamda ilmiy nima sababdan shunday jiddiychilik bo'lganligi u noma'lum, lekin yaqin xabarlarni qaragan vaqtida Avstraliyada nurg'un odamlar uylariga besib olgan tozlik qog'ozlarini olib yondirishga intilayotgan ishlar bor ekan. Meningcha bu bir hech qanday asos yo'q, bir ahmoqona bir nima. Hamda ikkinchi savolga kelsak, hamda bu o'zgarish degan vaqtida men dastlabdimi so'zlab o'tgan bu virusningki o'zgarishi tabiiymi bo'ladi, insonlar tarafidan o'zgartiriladi, andan keyin yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin, yomon tarafga o'zgarishi mumkin. Hamda buni hamda virus tadqiqoti taraqqiy qilgan davlatlarning hammasida mavjud. Hamda buni monopol qilib bo'lamdi degan vaqtida bo'ladi, lekin insonlarningki hamma narsa insonlarning kontrolligida bo'lib ketishi notayin, kontrolligidan chiqqan vaqtida balay afat kelishi mumkinmi shunda hozirgidek. Shunga hamda u virus o'zgargan vaqtida yaxshi tarafga o'zgaramdi, yomon tarafga o'zgaramdi, uni biz bilmaymiz. Yoki bo'lmasa u o'zgarish shu agar sun'iy o'zgartish bo'lgan bo'lsa, shu o'zgartishninki
maqsadiga qarab bo'ldigan gap, u odamning maqsadi yomon g'arizi dunyoni vayron qilish bo'lsa, balkim uni hozirgidimi vahshiy bir virusga o'zgartirishi mumkin. U vaqtida albatta hozirgidimi yomon oqibat chiqishi mumkin. Bu faqat bir faraz hamda uningki qanchalik nemisi bo'ldi, reallikda bo'ldi, uni biz hozir bilmaymiz. Ko'p rahmat. Hörmətli qarindoshlar, leksiyamizni shu yerda oxirlashtiramiz. Bundan keyin bundaq leksiyalar ko'p bo'lib turdi hamda bu mezgilda. Bundan keyin texnik qolaylik bir suhbat tepib, Zoom'dan boshqa, masalan, WebEx bo'lamdi. Shuni biz akademiyadagilar shuni maslahatlashyapti. Qaysi xil platforma orqali bizning qarindoshlarga ko'proq shu leksiya berib, naf yetkazgili bo'ldi degan temada. Bundan keyingi leksiya xabarlarining hammasini nimda o'zimizningki tor betida, Uyg'ur Akademiyasi tor betida topa olasizlar. Undan Facebookda aygasanglar bo'ladi. Bugungi bu leksiyani qatnashgan qarindoshlar uchun bu leksiyaning ba'zi qismlarini biz torga chiqaramiz, YouTube'ga va akademiyaningki Facebook sahifasiga. Agar yana savol bo'lsa, shu savollarni akademiyaningki tor betiga yoki bo'lmasa Facebook yo'l orqali shu yozib qo'ysanglar bo'ladi. Biz onunla sizlarga javobini yetkazamiz. Amanlar ko'p rahmat vaqtinglar uchun. Doktor Mehmet Emin efendim ko'p rahmat aytamiz. Vaqtingizni chiqarib bermaylar shundoq muhim bir leksiya berdingiz. O'ylayman qarindoshlar savollarni so'rash orqali koronaviruslar to'g'risida texnik ko'p tushunchalar ega bo'ldi. Hammamiz o'zimizni qanday qo'g'dash, qanday qilishimiz kerakligini o'rgandik deb. Buludu unda olsa leksiyamizni shu yerda oxirlashtirdik. Hammamiz omon eson bo'laylik, dunyoning qayerda bo'lishimiz qat'iy nazar. Xo'sh. Rahmat, shu Uyg'ur Akademiyasining shu fursatni yaratib, ko'pchilik bilan o'rtoqlashishga fursat yaratib berganlik ko'p rahmat. Xayr, xo'sh.